Qo'qon shahrida mexatronika va robototexnika muhandislik laboratoriya markazi o'z faoliyatini boshladi. Yoshlarni mexanika, elektronika, dasturlash, sun'iy intellekt texnologiyalariga o'qitishga ixtisoslashgan markaz faoliyati bilan Qo'qon shahar hokimi tanishib, yoshlar bilan muloqot qildi. Hozirgi kunda barcha yoshlarimiz raqamlashtirishga va IT sohasiga qiziqqani uchun biz mana shu markazni Qo'qon shahrida ham tashkil qilishga shahar hokimiyati yordamida tashkil etdik. Bu orqali kelajakda ham mana shu o'quvchilarimiz o'z kasbini, o'z mutaxassisi bo'lishi uchun eng qo'yqadam bo'lishiga shu sababchi bo'ladi. 27 davlat umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan laboratoriya yoshlarga nafaqat bilim berish, balki loyihalarni prototip darajasiga yetkazib, sarmoyalar jalb etish, startap loyihalarida ishtirok etish imkonini beradi. Fikrlarini, g'oyalarini amaliyotda, reallikka amalga oshiradigan maydon deb aytishimiz mumkin. Aynan bu yerda bolalar o'zlarini loyiha prototiplarini, biznes ideyalarini ishlab chiqarishlarini bu yerda boshlang'ich qismlarini yasab turib, ularni produkt sifatida, ya'ni mahsulot sifatida taqdim qilishlari va bu orqali o'ziga yarasha sarmoyadorlarni jalb qilishi va shu orqali o'zlarining daromadlarini ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qo'qon shahar hokimi davlatimiz rahbarining yoshlarni zamonaviy bilimlarni egallashga keng jalb etish borasidagi tashabbuslari ijrosi doirasida faoliyat olib borayotgan laboratoriya o'qituvchilari bilan ham suhbatda bo'lib, ushbu tajribani shahrimizning boshqa umumta'lim maktablarida ham joriy etish masalalarini muhokama etdi. 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yoshlarga bilim berishga ixtisoslashgan laboratoriya Qo'qon shahrida yoshlarni zamonaviy bilimlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, robototexnika, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida o'z g'oyalarini amalga oshirish va eng asosiysi ushbu loyihalarni tayyor biznes ko'rinishgacha olib kelishga ixtisoslashgan Qo'qon g'oyalar laboratoriyasiga aylanishi kutilmoqda.